Qanaqa qilib? Davomini eshitib tursang yetadi. Gapir jigar. Birinchi bosqichda o'zimizga kerakli bo'lgan SMS kelmaydigan do'konlar ro'yxatini tuzib olishimiz kerak. Xullas biza magazinlarni o'qiymiz. Birinchi bosqichda o'zimizga kerakli bo'lgan do'konlarni topib olishimiz kerak. Qanaqa do'kon ular? To'g'ri savol. Eng muhim joyi shu yerda. Shu joyga e'tiborli bo'ling. Bir kun kelib shu holatga tushishimizni bilardim. Bu kunni biz ancha kutgandik. Hammasi o'shanda boshlangan. Da partigiano tu mi devi seppellire. Alo. Alo Farruh, tashqarida kutib turibmiz, bo'la qol, tezroq chiqsang-chi. Bo'ldi, hozir tushaman. Davay, tezlash. Bo'pti. Allo, assalomu alaykum. Ertasi yo'q bu yo'llar. Ertasi yo'q bu mahallani. Bir haftada Xuddi ishlatmaydi qilib kallar. Allo. Ertasi yo'q bu hollani. Qalaysan, Roma? Qalaysan Farruh? Oying yaxshi bo'lib qoldilarmi? Ha, yaxshilar, rahmat. Yur, seryozni gap bor. Ha, momo, na uncha kech qolding? Gapni ko'paytirma. Yur, seryozni masala bor. Tushlaring. Hop. Ha, nima gaping bor? Shunaqa qilib hammamizni problemalarimizni yechish yo'lini topdim. Qanaqa qilib? Qo'ysang-chi. Rostdan. Faqat yaxshi ish emas. Davay bosamiz desalaring aytaman. Biz ham toza bolalar emasmiz. Tezroq gapir. San akademiyada shunaqa narsalar o'rgatishadimi? Mana o'sha yerda o'qib chiqsam bo'lar ekan. Bo'pti, ichki ishlaring keyin hal qilasanlar. Gapirsin bola bechora. Xullas, bu majnundomni ko'rganmisanlar? Qaysi? Qog'oz bino bor. Ha, ko'rganmiz. Xuddi o'shanga o'xshash ish qilamiz. Nima? Bank o'g'irlikka tushamizmi? Yo'q. Lekin stil shunaqaroq bo'ladi. Odamlar bizani ko'rib, nimaga bu ishni biz oldinroq qilmadik deb o'ylab qolishadi. Ko'p kino ko'rib o'ribsan menimcha, professor Nimble. Hali rejani eshitmasdan bunaqa fikrga kelmalaring. Bo'pti, gapirchi. Xullas biza magazinlarni o'qiymiz. Birinchi bosqichda o'zimizga kerakli bo'lgan do'konlarni topib olishimiz kerak. Qanaqa do'kon ular? To'g'ri savol. Eng muhim joyi shu yerda. Shu joyga e'tiborli bo'ling. Hammani o'z vazifasi bo'ladi. Do'konlarni tanlashimizda shu vazifalar bizga yordam beradi. Masalan, Roma do'konga kirib, arzonga nimadir sotib oladi. Keyin kartadan to'lov qilsa bo'ladimi, yo'qmi so'rab ko'radi. Ha, bo'ladi deysa, to'lov qilib ko'radi. Agar o'sha odamga birdan o'sha yer o'zida SMS keladigan bo'lsa, demak bu magazinda rejamiz o'xshamaydi. Agar SMS kelmaydigan bo'lsa, demak bu magazin bizani o'lja bo'ladi. Qanaqa qilib? Davomini eshitib tursang yetadi. Gapir jigar. Birinchi bosqichda o'zimizga kerakli bo'lgan SMS kelmaydigan do'konlar ro'yxatini tuzib olishimiz kerak. Endi navbat ikkinchi bosqichga. Nima qilaman buni? Bo'ldi. Asabiylashmalaring, hammasi yaxshi. Simon, 25 minutdan keyin sani galing, bilasizmi? Simon. O'zingga kel. Bolalar, balki kerak emasdir, ha? Eplaysanmi, Simon? Yoki o'zim kirib chiqaymi? O'zim eplayman. Davay, Gosling. Senga ishonamiz. Eplaysan. Simon, hali vaqtli. Hali vaqtli-yu. Ishqilib, chekki tashladingmi? Ha, tashladim. Cho'ta ko'p qolib ketdimi? Balki o'zim kirsammikin, ha? Ana, yot. Bo'ldi, aniq qilalaring. Nima bo'ldi? O'xshadimi? O'xshadimi, Simon? O'xshadi! Zo'r. Hali bizani bundan katta ishni kutyapti bolalar. Bu dengizdan tomchi. Davay, hayda! Zo'r, ketdi.
Aka nech pul ekan bu? 25 ming aka. Onlayn to'lasam bo'ladimi aka? Ha, mana bitta to'lasangiz bo'ladi. Mana aka chek. Xo'p, paket kerakmi? Yo'q, rahmat aka. Xo'p. Nima gap? Bo'ldi, har doimgidek toza. Simon, bilasan, 10 minutda chiqasan. Tayyormisan? Конечно, tayyorman. Ey, sen ovqatlandingmi? Yo'q hali, ulgurmadim. Bor ovqatlanib kel, men qarab turaman. Yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Onlayn to'lasam bo'ladimi? Bo'ladi. Ha, mana turgan ekan. Bor aka. Bo'ldi. Mana, rahmat. To'xtang aka. Qolib ketibdi. Rahmat aka. Ketdingmi? Bo'ldi. Hammasi cho'tki. Bolli, sizlarga aytishimiz kerak bo'lgan gap bor. To'xta, hali erta. Sardor, sen nima deyotganding? Xullas bolli, agar bu ish o'xshasa, menda zo'r reja bor. Qo'y seni. Jinnimi? Bolli, balki ko'ramiz bolli. Yur undan ko'ra. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Bo'pti bo'lmasa, sen ikkalang o'zlaring yetib olasanlarmi? Ha, yomg'irda mazaq yetib olamiz. O'zim Sardorni kuzatib qo'yaman. Men keyin Simonni kuzatib qo'yaman. Shunaqa yuraveramiz. Bo'pti bo'lmasa, detskilar. Amino. Bo'pti, seriozli odam. Ha, senga ham beraver. Bo'pti. Farg'ji. Che mi sento di morire. Bo'pti. Seni kuzatib qo'ydim. Endi meni kuzatsammi? Charchadim u, ertaga endi. Ha, bo'pti. Bo'pti. Tushunmadim. Va bu yerda masalani? Tushunmadim aka, siz kimsiz? Nima gap? Tinchlikmi aka? O'zlaringni jinniligiga solmalaring. Men hammasini bilaman. Nimani bilasiz? Ko'p gapirmalaring, o'tirlaring mashinaga. Nimaga o'tirar ekanmiz? Xo'sh. Nimaga bu ish qildilaring o'zi bolalar? Bu ish oxiri nima bilan tugashini bilmaysanlarmi yoki? Sanla kimsanla o'zi? Bu anu kirgan magazinimizdagi o'shani xo'jayini menimcha. Tushunmayman o'zi sizlarga. Nima yetishmaydi o'zi sizlarga? Bo'pti. Qanaqa qilsalarni o'shaganamiz qiziqmi senlarga? Xullas, sen magazinga kirding. Narsalarni olding, menga chek ko'rsatding. Men bu chek soxtaligini bilib qoldim. Baxtimga seni narsang esingdan chiqib qolgan edi. Bu yerda nimadir xato bor deb seni orqangdan chiqdim. Va sen o'tirgan mashinaning raqamini eslab qoldim. Sherigim bilan senlarni ushlash rejasini tuzdik. Va mana, shu yerda o'tiribsanlar. Qoyil senlarga. Xayolingga bunaqa fikr qatdan keldi senlarni? Shu ishni ikkalang qildilaringmi yoki sheriklaringdan bormidi? Senga nima farqi bor? Men tashqarida bo'laman. Men senlarga aytsam, eng qizig'i, senlar qilayotgan sxemani men o'ylab topganman. Nima?
Ancha yildan beri shu cheklarni soxtalashtirib yuraman. Magazinning foydasi ham shu orqasidan. Bu sxemani kimdir tushunib qo'yganidan ozgina xafa ham bo'laman, xursand ham bo'laman. Menga aytlaringcha, qaysi biring kallangga shu g'oya keldi? Sanimi? Yo, sanimi? Mani. San? San? Tanding? Farruh, tez qoch bundan. Xavotir olmaylik. Esingdami? Men san do'koningda ishlardim. Bir kun san chek haqidagi suhbatingni eshitib qoldim. O'tda yaxshi ish bo'lmayotganini bilib, ishdan bo'shadim. Keyin borib bu gaplarni og'aynimga aytdim. Kimga? Romaga. U menga seni ushlash uchun o'zingning ishingni o'zingga qarshi qo'llashimiz kerakligini aytdi. Keyin biz bu rejani tuzdik. Bu gaplarni borib tegishli organ xodimlariga aytdik. Ular biz bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lishdi. Mana endi shokda turibsan. Jinnimisan? Bo'lishi mumkin emas. Meni dushmanim o'zimman o'zim. Rustam Ahmedov, siz firibgarlikda gumonlanib hibsga olinyapsiz. Atrof qurshab olingan. Qochishga urinmang. O'shan bilan. Qo'yvor. Hammasidan xabarlaring bor ekan. Nima endi biz qamalib ketamizmi? Nimaga qamalib Salaga ketasan? Yo'q, albatta. Reja o'xshamas edi. Sen menga diktofon qo'yishga qachon ulgurding? Salani kuzatganlarimiz eslaringdami? Aha. O'sha xayrlashayotgan paytimizda Roma senga diktofon joylashtirgan. Unda magazindan o'g'irlangan narsalar-chi? Xuddi magazinga sandan oldin Roma kiradi, to'g'rimi? O'sha yerda u guvohnomasini ko'rsatib, salla olgan hamma narsa uchun oldindan to'liq chiqardi. Sekin. Nimaga bo'lmasam Rustamga birinchi bo'lib o'g'irlikka tushmadi. Birdaniga tushsa, hammasini sezdirib qo'yishimiz mumkin edi. Sallan tayyorladik bu vazifaga, jigar. Mana shu narsa To'g'ri, qilmadim-ku. lekin. Hammasini Simon qildi-ku. Bizga shu narsa kerak edi. Nima kerak edi? Sen xalaqit bermasliging. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi Sardor aytgan planni qilamiz. Qaysi? Anu, esingdan bank oldidagi qog'oz bino. O'sha. O'rtog'im aytadi boshing bo'lsa bo'lsin u toshdi. Yashagin haddingdan oshma, lekin qara kim sani oshnang. Chalg'imagin qalam qoshga, boshing bo'lsa bo'lsin toshdi. Yashagin haddingdan oshma, lekin qara kim sani oshnang. Chalg'imagin qalam qoshga, oshna. Dunyo to'la chalg'itadi.